Xullas bu mashinamizni yili 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rganlaringiz mashinamiz asli Lacetti bo'lgan. Egalari aytishyapti, aka, men qiziqqanman Gentra qilishga, ya'ni Gentra olib mingani qurbim yetmagan. Shuning uchun aka nima qildi? 1-2 ming dollar sarflab turib, oldini Amerikanka o'ptiralar qo'yib, ko'rganingizda aka Gentrani diskasi, ya'ni bako'ylar daraxt qo'ydim aka. Xullas olgan odam menimcha farqlanmasa ham, xullas mashinamiz 306 ming kilometr yurgan. Ko'rganlaringiz svejiy holatda, olaz maza qilib bo'ladi. Bizni qo'limizga berishganda qanday bo'lsa, undan a'lo qilib sizlarga topshirilyapti. Bu mashina 100 litrlik metan balon va benzin yuradi mashinamiz. Bu Lacetti'ning bitta yaxshi tomoni bor ekan. Yaxshi tomonichi, metan qo'ygandan keyin orqasi bitta odam yotib oladigan joyi bo'lar ekan xullas yerlar. Bitta balonda qoladi ham. Va mana yangidek bo'lib turibdi. Xullas, kilobaşda 80-70% bor mashinalar saloni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Saloni o'sha videoda ko'rganlaringizda однотонный qilingan, ya'niki bitta rangda kombinatsiya qilib, kovrik mashinamizga chefol, rulni ko'ryapsizmi? Rulni koshalarigacha zo'r qilib qo'yishgan mashina. Mana sizga yarashadi-ku jigarim. Maza qilib minaveradigan, nimaga buni Gentra qilgan? Balki avariya bo'lganiga Gentra qilgandir degan fikr aniq sizning fikringiz ham o'tgan. Bu mashinani sotib olayotganda meni ham hayolimdan o'tdi shu narsa. Yo'q, lekin meni o'zim ko'rib oldim. Kraskasi mana shu oldi kapot, ikkita krinoda bor. Sabab nimaga? Yangi qo'yib sepib olishgan, Gentra qilingan hisobiga. Narx kuzovni 6800 dollardan o'tib beramiz. Maza qilib bosaveradigan joyi.